Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yuzdagi SMAS platizmoplastika amaliyoti to'g'risida gapirib o'tamiz. SMAS platizmoplastika amaliyoti qachon, kimga va qanday o'tkaziladi? Asosan ushbu amaliyot 40 yoshdan oshgan patsientlarimiz, ya'ni 3-4 gravitatsiya, darajali gravitatsiya, ya'ni yuzning putozi osilishi bo'lgan holatlarda SMAS platizmoplastika amaliyoti o'tkaziladi. Birgina SMAS to'qimani o'zini tortish amaliyoti hech qachon o'tkazilmaydi, chunki SMAS va platizma bu bitta kompleks to'qima bo'lib hisoblanadi. Albatta ushbu amaliyot shuning uchun ham dastlab SMAS va uning davomi sifatida platizma mushaklari to'liq ajratilgan holatda orqaga va yuqoriga retraksiyasini hisobiga, tortilishini hisobiga tabiiy va chiroyli natijani beradi. Shuni hisobga olgan holda SMAS platizmoplastika amaliyoti faqat 40 yoshdan oshgan patsientlarimizga va ko'rsatmaga ko'ra 3-4 darajali gravitatsiya, putoz bo'lgan, yuzlari osilgan, bo'yinlari osilgan, to'qimalari osilgan patsientlarimizga ushbu amaliyotga ko'rsatma bor.